og'aynim qamalib ketib qoldi. Hozir shu uyda oldida o'tiribman. Uy oldida o'tirib video qilyapman, chunki to'xta, menga shu narsa ibrat bo'ldi, boshqa insonlarga ham ibrat bo'lsin degan maqsadda. Og'aynim 3-polosada ketadigan bo'lgan, o'rtada ketadigan mashina batta tormoz bergan, qizcha yugurib chiqqan trassaga. U tormoz bergan, bu tushunmay qolgan, nima tormoz beryapti deb. Qizcha yugurib chiqqan, bu urvorgan. Men u og'aynimda ayb bor deb bilmayman, chunki u trassada bo'lyapti, peshxodning palasada ham bo'lmagan. Sizlarga ulashmoqchi bo'lgan va sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan narsam, yo'lda baribir ehtiyot bo'linglar. Bu o'zimga ham tegishli, chunki o'zim ham inagida tez haydab qo'yaman. Hozir qissam ko'rsam ketayapti, bir 1 million pul borda. 1 million berib ketarman mayli. U 1 million nima bo'ladi? Misol uchun, nima bo'ladi? Hech nima bo'lmaydi-da u. Shunga yo'lda yurganinglarda o'sha peshxon yurasizlarmi, mashina yurasizlarmi,